Boshqa dunyoga tushib qolganday bo'ldim. Germaniyadagi Bavariya stadioni, Avstriyadagi dunyoning eng chiroyli maydoni, freestyle qirollari, tog'ni uchida ovqatlanish, Zalsburg futbolchilari bilan kontent. Xullas barchasi aynan shu videoda. Let's go! Please read your new text message. Yana shu basharali va yana aeroportdamiz. Bu safar Radik xatga brat. Brat, Avstriya. Samolyot juda katta. Prezidentga javob oldi. Boshqacha sharoit. Ajoyib. Oh, bro. Thank you. Lemonade, raspberry orange. Xullas bo'ldi, mana Avstriyadamiz. Havo salqinroq, yomg'ir ham yog'ib yotibdi. Arendaga mashinalar olindi, уже hozir ikkitaga bo'linib Bavariya stadioniga ketamiz. Ruscha oldida kontent qilib ketaman, aka. Keyin almashamiz. Aka, ketasan? Yo'q, men tanimayman ularni. Tezligiga planni tushuntirib o'taman. Mana sizlarni tanishtirib o'tay. Ravshan aka Red Bull O'zbekistonni sport menejeri desak ham bo'ladi. Hozir bu yerga shu Red Bull bo'yicha kelganmiz. Hozir birinchi sim karta olish kerak, ovqatlanamiz, и уже keyin Bavariyaga yo'l olamiz. McDonald'sga kirdik. Xullas, mana shu set 6 euro bo'ldi. Radik yoqimli ishtaha bilan. Rahmat senga. Orqamdagi zdaniya Red Bull'i birinchi ofisi va orqasiga yangisini qurishgan. O'zingizga baho beringlar. Shunaqa joyda agar ishlaganimda ishdan hech qachon voqlik etmasdim-da. Vaqtida kelib, vaqtida bilmadim, qaranglar, prosta, nima bu? Железный человек будто yashaydimi? Kim yashaydi? Эксклюзивный контент. Islom Abdujaborov ko'rsatdi, o'rgatdi, qanaqa rasm yo'q. Portret oldim, 1 oldim, 05 oldim. Hozir portretdan naryoqdan bo'lsin sen. Hozir strashniy joy topib oldik. Уже nechinchi marta bu gapni gapiryapman bilmadim. Hozir Almon Tutboys YouTube'ni tarixidagi eng chiroyli challenge. Eng chiroyli challenge. Radio yangiram. Aka videoga olib yugurib bittaman da. Let's go! Bugun bizda Almon Tutboys'dagi yangi challenge. Ela! Bolalar lekin borib, o'zimiz ham jinni bobomiz. Takoy bolalar. Mana bola. Ha? Короче, hozir bir kishi ham GoPro'ga ham telefonga oladi, shuning uchun ko'zimiz bitta kamerada bo'lib qolsa xafa bo'lmanglar, to'g'ri tushunasizlar. Sharoitdan kelib chiqib bosyapmiz. Hozir telefonga qaraymiz-da, bu Instagram uchun. Bugun bizda penalty challenge. Men bilan Radik, Rusiya bilan Elyor aka. Let's go! Avstriyani qoq o'rtasida. Asl huzur tugadi aka. Asl huzur tugadi. Готов? Ko'rsatishga Nima bu Radik? Bizga maxi kerak emas, Elyor Omonjonov artib tursa bo'ldi. Ela, senga ishonaman, Ela. Agar Elyor aka bo'lsalar. Voy, la, golazo! Su! Red Bull окрыляет. Mana shunaqa joyda trenirovka qilsang, futbol o'ynasang, golga qiziqishing ortadi. Vallahi hozir 3-3 futbol. Davay! Hop. Elyor, sen bizga kelsan, oy. La, golazo! Voy! Voy!
Было, Иса, было, 100%. Bo'ldi. Valla terlab chirib ketdik, lekin shu Tolstoy deb o'ylayman, o'zingizlar hozir ko'rdinglar qanaqa kontentlar bo'ldi, bilmadim. Ravshan aka, faqat qaytib ko'ryapsiz. Allianz Arena. Keyingi bekat Allianz Arena. Oy. GTA o'ynayapmiz, GTA. Let's go. Allianz Arena'ni ko'rdik bolalar. Allianz Arena. Hozir yaqinlashamiz. Maha do'stim, senga salom. Abdushi. Uzat. Bolalar, biz shu yerdamiz. To'g'risini aytsam, блядь, FIFAda ko'rganman-da shunaqa stadionni. Allianz Arenaga keldik. Hozir rasmlarga tushamiz, videolar olamiz, Instagramga, yo'qga, bu yoqga. Voy. Pastidan qara. Hozir magazinga kiramiz. Bavariya shopga. Qizlar juda chiroyli. Menga yoqyapti. Strashniy magazinga kirdik mana bolalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Müller, Ribery, Robben. Wow. Musiala, Neuer. Hey, вообще jinnilik o'tdi, voy. Close? Yeah. Bro, it's 1 minute. It's blogger, football professional blogger. And it's 2 photo in go, okay? Huh? Professional blogger in football. And Yeah, two photo. everybody wait for this, but tomorrow we open again. Yeah, okay. Yeah? Yeah, okay. One Close? minute. Yeah. 1 minute, bro, please. Tomorrow better. Tomorrow I am You, going to you cannot see everything. everything. The No see. trophy- No see. Huh? How much? Nah. Tomorrow. How much now? Bro, I'm Uzbekistan. Uzbekistan. Sorry about. 1 minute, bro, please. Why you coming? You late. Today coming in go Uzbekistan. сразу. I'm playing Red Bull Championship. Bilmayman, o'ziga keyin gapirdim. Yeah, fast, bro. Please. Thank you. Yeah, okay. Vallahi mana kirdim. Vallahi вообще нереальный narsa xos. Az. Tur. Vay, mana bu yerda butsi ham bor. Müller butsisi, игровой butsisi Müller. Harry Kane butsisi mana, original butsisi mana. Xo'pto. Вот. Harry Kane ikkita игровой formasi. Endi men sizlarga xonani ko'rsataman. Hali ulgurmaganman narsalarni joylashtirib, yo'q qilishga, shuning uchun sal bardakroq. Mana, xullas, eshikdan kiriladi. Tak. Mana buni ochsanglar, tualet. Xo'p, bu yoq o'chirildi, ketdi mana. Mana shunaqa atmosferada o'ng tomonga o'tsanglar, mana oyna, tam nimaga dushovoy, ajoyib. Daylishi, mana bu yoqda shkaflar, bir ikkita narsamni solib qo'ydim. Qolganlarini hali solish kerak. Mana bu yerda bemalol o'tirib ish-pishlarni qilsam bo'ladi. Mana daftarim. Bu yoqda yotaman. Bularni joylashtirishim kerak, bardak bo'lib yotibdi. Eng asosiysi nima endi ko'rsataman. Mana kravat bitta tashqariga baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bu? Nima bu? Voy. Mana mashinadan men bir o'zim yotibman.
Men zavtrakka tushdim. O'zinglar hozir prosta baho beraverasizlar, qanaqa atmosfera, nima bo'pti o'zi. Atelli pasi, mana zavtrak hozir olib keldim. Yana plus tuxum ham olib kelib berar ekan menga. Shunda o'tirasizlarda, viduxaga baho berib qo'yaverasizlar. Vay. Xullas, oteldan chiqdim. Naryoq ham juda chiroyli, no lokatsiya вроде bu yog'i ko'rsatyapti. Ketdik bo'lmasam. Ajoyib. Menimcha ular yashayotgan joyni topdim. Voy, men qayerdaman bola, men bu gap hali menimcha 10 million marta ishlataman. Nima deyapti? Ozgincha adashib qoldim, lekin afsuslanmadim, to'g'risi. Hozir ko'rdinglar qatlaga borib keldim, qanaqa viduxa. Menimcha ular mana bu yoqda. Men hozir chapga tashlasam topaman. Voton. Radionchi yangi yeri. Yaxshimisan? Sog'inib qoldi odam seni, Rad. Bala, nerealniy odam o'tiribdi hozir. Da? Может, ko'rgandir. Ko'rganmi yo'qsa? Have you seen him before? I think I saw. Yeah, I saw this. Zalni uribdi. Rajik Hozir men chiqaman. Mamut Rajik. Hozir hamma ketadi zaldan, chunki otasi keldi-da. Chiqlaring zaldan. Qanaqa trenirovka qilsang bilmadim, Oldin nima bu ahvol? Такой жим лежа и мanaqa вид. Такой. Rustam aka har kuni men to'ytepadan mashinaga uchib kelyapti. Mana. Ha, mana shu kerak edi. Ha, Rajik. Obedga keldik, obedga. Rajik, go. Yeysan, nima yeysan, brat? Nima bo'lsa yeyman. Ha, brat, tanla, misol uchun mana. Spagetti точно yeyman. Spagetti. Bo'tda. Voy, men buni yeyman lekin. Bu buni yemaydi. Qolgan narsani. 100% go'sht. Shu o'rinda sizlarga muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar katta narsalarga erishib, bir nimalar katta narsalar bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, обязательно ingliz tilini o'rganinglar. Mana men qanchalik harakat qilib, mehnat qilib, nima deydi, shu joylarga kelmasam ham, lekin qiyinchiligim shu ingliz tili bo'lyapti. Mana bu poyezdkadan keyin O'zbekistonga borib, ingliz tilini o'rganishga qaror qildim. Odamlar вообще gap yo'q, faqat kulib yuradi. Faqat kulib yuradi. Hech bir noliganini yoki pretenziya qilganini ko'rmadim-da, любой mavzuga. What was the name of this? Samolyot. In English, airplane, yes? Airplane, yes? Every day airplane. Every day airplane. We want to fly to helicopter. Mana Islom uchib keldi. Ko'ramiz uni emotsiyalarini qanaqa bo'ldi vertolyotda uchish. Вообще нереально aka. Videolarni mayli Instagramga olganman, o'shalarni qo'yib yuboramiz, ko'ringlar. Hozir men umrimda birinchi marta vertolyotga chiqaman. Let's go. Little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sticking that up on the book. Samolyotda uchamiz, ketamiz samolyotga. Red Bull samolyot mana. Nima deyapti, brat? Salzburgga avtobusida hozir biz Ujinga ketamiz. Let's go endi tog'uchiga kelib oldik, hozir endi kanatga chiqamiz. Bo'ldi, kanatkadan tushdik. Hozir masalaga video ko'rsataman. Mana hozir naryoq ovqat yeymiz. Viduxaga baho beringlar. Cho'tam Rajik yoqimli ishtahami? Ha, yo'q, ishlataman. Bu kartoshka. Voy. Kuritsa, bu bilmayman, lekin hammasini yeb qo'yaman. Bizda shunaqa atmosfera mana.
Xatga kelib qoldim. Xullas bolalar, biz hozir dunyo freestyle qiroli Sam Garnier bilan video olamiz. Dunyodagi eng mashhur, eng kuchli freestylerlar bilan hozir 2-2 futbol o'ynaymiz. Let's go! Endi 3-3 bolalar. Bolalar kimlarga qarshi o'ynaymiz so'rasizlarmi? Bular mana shu yo'nalishning qiroli. Bizchi? Biz bu yo'nalishda tizamiz. Menga farqi yo'q, bu futbol o'ynayveraman. Parce que lui il va se lever ce soir, il va aller jouer sinon. Eh regarde, là je t'organise à 3 contre 3, ça veut dire que ce soir il y a plus besoin de jouer. Oi, oi, oi! Nice! Oyna, oyna. Beshidan yutqizdik, lekin yaxshi o'yin bo'ldi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Thank you, bro. Thank you. It's really good, huh? Good player, good player. Hey, futbol kam qani? Mana. My football team, Okay. 3 players, my players. And one team boys. You. Oh, thank you. Olmaydi video. Jabrosh. Okay. Media club, bro. Okay, Media Club, new signing. Very popular. New signing for the Media Club, $1 million per month. Thank you so much. Mucho dinero, thank you. This guy, really good player. Thank you for the participation. But watch out for the Red Bull 4 to score because my boy, they are better than me. So check it out tomorrow. Thank you, bro. Bular lekin realno jinni, вообще nerealno. Mana bunaqa kelasizlar, ko'ptoni ko'rmaysizlar. Oyoqlar nimadir qilyapti, tez, вообще tanit o'ynayapsan. Collab, right? Yeah, he will send you. Do you need to see it before or Instagram is enough? He's the king of video. No problem. Do the best video. That's it. Он говорит, он тебе доверяет, ты типа это. I trust you. Хроли. Instagram хроли сам, так что. 3 million, 4 million. Hozir FIFA bo'yicha endi chempionatga tortib ichkarida. Nima bo'pti, brat? Yutqizamiz poka, no yutamiz poka. Barobar birinchi taym tugadi. Ikkinchi taym bizaniki bolalar kontrotda ular. Ketdim, короче, men o'zim atelimga. Videolar oldik, o'shalarni montaj qilishim kerak. Boya kim bilan oldik videoni? Ko'rdinglar-ku o'zinglar. O'shani men hozir Instagramga qo'yishim kerak. Zalsburg akademiyasiga keldik. Hozir bu yoqda endi mana shu nima uchun kelgan bo'lsak, o'sha narsa boshlanadi.
Hozir tushyapmiz. Вроде atmosfera вообще jinni bo'lib yotibdi. Radio Yangirov. Nima gap, brat? Nima olib kelyapsan menga? Legendarniy. Shu tayyormisan, brat? Ha, вообще. Sizlar birinchi o'ynaysizlar? Ha, 10 Biz keyin. Ha, 10 minutdan keyin. Ha, 10 minutdan keyin boshlanadi. Ha, bizaniki 10 minut. Another 2 minutes to go, but Portugal still has a chance to get that win as goals in the last minutes count double. O'zbekiston o'yini boshlanyapti. Davay bolalar. Hozir Let's go! Ey yutamiz. Radion, davay! Hello, Uzbekistan. You know? Hello, Uzbekistan. Xullas hozir Avstriyaga qarshi o'zbeklar o'ynaydi. Bu hozir kelgan brat bilan biz shu o'rtoq bo'lib ketganmiz. Let's go! Хорош! Давай! Давай, первая минута. Bolalar biznikilar o'tkazib qo'yishdi 1-0. Our derby. Whoa! Zero. No English. That's good for the video. Oh! I'm still the winner. I'm still the winner. Whoa! Whoa! We are calling for the team of Sean Garnier. Let's go! Islam Abdul Jabarov from Uzbekistan. And last but not least, Seyan from the Here we go. As we are speaking about it, Germany is scoring for the first time. not defending a title. Watching it. Oi! Happy birthday, Islam! Thank you for this cake and candle where all the wishes come. Red Bull akademiyasining ichida obed qilgani kirdik. Endi to'g'ri shu narsalar yashiribroq olaman, chunki syomka qilish mumkin emas ekan bu yoqda. Mana ovqat. Bu yoqda hozir radiolar keladi. Mana bu yerda trenirovочный zona. Bo'ldi. Dal chiqishni men ko'rsata olmayman, chunki prям iltimos qilishdi bu yoqda syomka qilmasligiga. Zalsburg stadioniga keldik. Shundoq kirishini oldida mana bunaqa mini kort bor ekan. Voy. Bu yoqdan chiqib mana bu yoqda stadion. Red Bull Zalsburg stadionidamiz. Mana hozir olamiz mashina bitta. Thank you. Nima deyapti stadion? Nima bu? Nima chiroyli bu? Wow. Bugun mana hozir ketamiz Avstriyani yuragiga yo'l olamiz, chunki Red Bull Footscore finalning kuni bugun. Final o'yinlari ham bo'ladi, undan tashqari Zalsburg stadioniga ham borishimiz kutilyapti. Hey, Islam. You good? Yeah, you bro. Good. Hello, Uzbekistan. Let's go. Chunki ovqatlanadigan joy bo'lsa, точно biz kelashyapti. Ha, вот. Aytdim-ku. Ovqatlanadigan joy qayerda bo'lsa biz kelashyapti dedim-ku, mana. Assalomu alaykum bolalar, tuzimizlar, yaxshimisizlar? Show ko'rsatib beryapti, bratan. Für alle Umstehenden aufgrund der möglichen Let's go! Burnimga bir fayt. Salzburg, let's hear it for... Ko'taga kirib ketardim men bu pastda. Ay, blять, ey! Bolalar, biz
Biz mana Red Bull Salzburg stadioniga keldik va biz qo'limizda bilet bor. Rodion Yangirov. Har bitta qadam stadionga ovozini eshityapmiz. Hozir endi men tasavvur qila olmayman hozir kirib. Такой atmosfera. Brat, ketdi. Let's go. Atmosfera nima deyapti? Ketdi. Bolla o'yin boshlandi. Stadionda ancha-muncha odam yig'ilgan. Red Bull Salzburg. Ketdi. Bolla 80-minut Salzburg varatasiga penalti. Bu yoqda mana stakanlar bor. Ichib bo'lganingizdan keyin qaytarib bersiz, har bittasiga 2 euro ekan. Mana taktika. Mana shuncha stakan qaytarib bersiz, 300 euro olasiz. Nima deyapti? O'yinga kelib pul ishlab ketsangiz bo'laverar ekan, Radik. Yangi ish topdim o'zimga bo'tdi. Qoldim. Stakanlarni. Bu o'yinchilik stakanni topshirishga stakanni qaytaraman. Bir bo'ldi mana. Ikkita stakan pul qaytdi, 4 euro. Nima deysizlar bunisiga? Gap yo'q, respekt. Biz vechelinkaga keldik, atmosferaga bitta baho berib yuborasizlar hozir. Voy, qaddamiz. Qaddamiz. Voy. GoPro olib bera olsin ish qilib bu videoni. Voy. Nima bu? Bak telefon olib beraolmaydi. Xullas, bugun уже qaytamiz. Hozir mana 1 soatdan keyin aeroportga ketishimiz kerak. Mana o'zingizlar yana joyga baho berib qo'yaverasizlar. Menimcha bu videoda eng ko'p ishlatgan so'zim shu bo'ldi. Atmosferaga, joyga baho berib qo'yaverasizlar deyishim. Hozir xudo xolasa uspech qilsak, nerealniy joyga bormoqchimiz. Mana hozir ko'rsatib beraman, qaranglar. O'z yurgan joylarimizni ham qarab olasizlar mana. Qaranglar. Вообще, da. Nima qilasizlar-da? Mana ko'rasizlarmi bu uchadigan joylarni? Hozir o'shga borib uchamiz. Eslicha o'sha joyda uchganimni videoga olib tugatib yuboraman. Yo'qda Instagramga olaman. Shuning uchun hammaga rahmat. Bu videoni ko'rganingizlarga rahmat. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa bunaqa formatlar, bilmadim, 20 ming like yig'aylik, 30 ming like yig'aylik. Hamma ko'rgan odam mana shu videoga like bosib qo'ysin va biz bunaqa videolarni ko'paytiramiz. Hamma davlatlarni, hamma davlatdagi futbolni ko'rsatib yuramiz. Let's go. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ketdi! Come on,